uyg'otish bizning oliy maqsadimiz. Dunyoni faqat ilm bilan zabt etish ishtirokchilari. Endi sizlarni hakamlar hay'ati bilan tanishtirib o'tsam. Viloyat vakili, shoir Ro'zmurod Mahmudov. A'zosi Hazrat Zulfiqorov. Haqli bo'lay desang gar, haqli bo'lay desang gar, aqli bo'lay desang gar, kitobxon bo'l bolajon, kitobxon bo'l bolajon deydilar. Shunaqangi zo'r ustozlarimiz borki, sizni shunday bog'lab qo'yamiz. Degan she'riy to'plamlar chiqmagan ekan. Daftarlarni varaqlab ko'rdik. O'zi o'quvchimiz ham, lekin katta odamlardek shunaqangi ishlar tashkillashtiryapti. Ertaga Zulfiga balkim boradilar, xudo xohlasa Zulfiga boradilar, o'sha nimasini oladilar. Agar siz ro'yxat bo'yicha kelganingizda, daromadalardan tomonidan berilgan ro'yxatlarni bu qizimizdan emas bo'ladi. Agar baholash sistemasidan bir barobar bo'ladi. İşonchni oqlaysizmi? Shunchagacha oqlaysiz. Va'da bering. Sizdan ijodkorlik taraqqiyot umidimiz katta. Kelgusida yaxshi bir shoira bo'lib ketishingiz.